Assalomu alaykum. Uyingizga anchadan beri kamera o'rnatmoqchi bo'lyapsiz, lekin puli qimmatli qilayotgan bo'lsa sizga, bugun men sizga zo'r variant tayyorlab qo'yganman. Siz kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, men kamerani ko'rsataman. Aziz brendidan bo'ladi bu kameramiz. C8C modeldagi kameramiz 2 megapikselda bo'ladi. Bu kamerani o'rnatish uchun uyingizda Wi-Fi bo'lsa bo'ldi. Wi-Fi orqali bemalol telefoningizga ulab, xohlagan joyingizdan, xohlagan masofadan bemalol ko'rib turishingiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Kameramiz juda ham bejirim qilib ishlangan. Kameramiz ovoz yozadi, kechasi kunduzi rangli tasvirda oladi va dinamiklari bor kameramizni. Gapirsangiz ham bo'ladi telefoningizni ulab olganingizdan keyin. Harakat detektori bor. Smart tracking funksiyasi bo'ladi kameramizda. Juda ham zo'r qilib ishlangan. O'rnatish uchun mana shu ikkita joyida knopkasi bo'ladi. Bosamiz, kronshtayn chiqadi. Xohlang devorga, xohlang potolokka o'rnatib va yana shu joyiga qatirib qo'yasiz. Shu bilan bo'ldi. Usti ham shart emas, o'zingiz bemalol o'rnatib olsangiz bo'ladi. Hozir ichidan yana nimalar chiqishini ko'rib chiqamiz. Qo'llanmasi, o'rnatish uchun ketadigan moslamalari barcha va blok pitaniyasi. Kameramizni xonaning ichki qismiga yoki ko'chaga o'rnatsangiz bo'ladi. Joy tanlamaydi. Suvdan, issiqdan, changdan himoyalangan bo'ladi. Asosiysi kameramizga 1 yil garantiya beramiz va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz ham mavjud. Hozir buni ko'ramiz, telefonga ulab va qanaqa ko'rsatishini kamera tasvirida bemalol ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Agarda kamera yoqqan bo'lsa, past raqamlarni qoldiramiz. Qo'ng'iroq qilsalaring yetkazib beramiz. Umuman muammo bo'lmaydi. Sifatli kamera kerak menga. Zo'rdan qo'ymoqchiman, lekin puli arzonroq bo'lsin deganlar uchun bu juda ham ayni muddao bo'ladi. Kameramizni atiga 580 ming so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. 1 yil garantiyalari bilan shu Aziz brendiniki bo'ladi. 2 megapikselda bazaviy komplektatsiyada bo'ladi bu. Ko'rsatishlari ham eng oddiy shu 2 megapiksel 1080 pikselda ko'rsatadi. Kimga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar, o'tkazib yubormanglar. Like bosing, kommentariyada o'zingiz fikringizni yozib qoldiring, kim bu kameradan o'rnatgan bo'lsa. Kameramizni o'rnatish uchun ketadigan barcha jihozlarimizni yig'ib oldik. Kameramiz, blok pitaniyamiz va telefonimiz va albatta eng asosiysi Wi-Fi da esdan chiqarmaymiz. Blok pitaniyamizni tokka ulaymiz va kameramizga suqamiz. Bir necha soniyalardan keyin kameramiz ishga tushadi. Ishga tushganini qatdan bilsangiz bo'ladi. Mana bu yerda qizil chiroq yonib turibdi. Shu havorang tusga o'zgaradi va shunda ulanishga tayyorligini bilsangiz bo'ladi. Mabodo qizil chiroqdan o'tmayotgan bo'lsa, havorang chiroqqa bu yerda reset tugmasi bor. Shuni bossangiz, mana havorang chirog'iga o'tadi keyin. Va telefonimizni olamiz. Avvaldan o'rnatib qo'ygan ilovamiz bor. Ezviz programmasi bo'ladi. Buni registratsiyadan o'tib olishingiz kerak bo'ladi va mana bu yerda добавить knopkasini bosamiz. Skanировать QR kod va skanerlaymiz. Va kameramizni topdi. Keyingisiga o'tkazamiz. Havorang chiroq yonib o'chyaptimi deyapti. Biz belgilaymiz va mana bu yerda Wi-Fi'imizni nomini tanlaymiz. Siz uyingizdagi Wi-Fi'ingizni nomini va parolini terishingiz kerak bo'ladi. Terib oldik. Keyingisiga o'tkazamiz. Kameramiz shu ulandi. Выполняется подключение к сети Wi-Fi. Подождите. Сеть Wi-Fi подключена. Регистрация платформы выполнена. Aytgancha, chipni ham bu yerga qo'yishingiz bo'ladi. Xotira kartasini 256 gigabaytgacha podдержка qiladi kameramiz. Добро пожаловать. Выберите. Mana bu yerda boshlang'ich sozlamalarini, audiosini yoqib o'chirish, mana bu yerda bepul Ezviz Cloud'dan foydalanish nimasi bor. Buni hozir yoqmaymiz. Bu yerda soat millarini ham o'zimizga to'g'rilab olamiz va keyingisiga o'tkazamiz. Va bu yerga siz o'zingiz parolingizni qo'yishingiz bo'ladi. Biz endi hozir bu yerga parol joylamaymiz. O'tkazish qilib olamiz va kameramiz mana ulandi. Ko'rishingiz mumkin. Kameramizni ko'rsatish sifati.
Kameramiz olish masofasi 30 metrgacha uzoqlikni bemalol ko'rsatib beradi. Odamni 5-10 metrgacha bemalol ko'rib, tanib olsangiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Puliga bemalol javob qiladi bu kameramiz. Aytganimizdek 580 ming so'm evaziga bu kameramizni xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Va mana bu yerdan skrinshot qilib olsangiz bo'ladi. Screen recorder funksiyasini yoqsangiz bo'ladi. Yokida o'ngga chapga boshqarish uchun mana bu nimalardan foydalansangiz bo'ladi. Kameramizni o'ngga chapga bemalol boshqarsak bo'ladi. Tevaga yokida pastga buralamiz va mana bu knopkasi orqali gapirsak ham bo'ladi. 1 2 3 1 2 3 kameramizdan ovoz chiqadi. 1 2 3 1 masofasi yaqin bo'lgani uchun echo berib yuboryapti. Shunaqa holatda bo'ladi va odamning harakatiga qarab burilish funksiyasini ham bemalol ishlatib qo'ysangiz bo'ladi bu kameramizda. Hammasi o'zining ilovasida, shu nastroykasida belgilangan bo'ladi. Shunaqa tartibda ishlaydi. Kimga kameramiz ma'qul kelgan bo'lsa, pastda raqamlarni qoldiramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib, ushbu kamerani xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.